Assalomu alaykum hammaga. Mana 3-darsga ham yetib keldik. Oldingi darsda biz saytning suyagini qurdik. Eslaringda bo'lsa, jadvallar, forumlar yasadik. Lekin tan oling, saytimiz hozircha u eski saytlar bo'ladi-ku, 90-yillik saytlar. O'shalarga o'xshab qolgan xunuk turibdi, to'g'rimi? Bugun biz saytga kiyim kiygizishlarni o'rganamiz. Buning nomi CSS deyiladi, ya'ni Casting Style Sheets. Bu saytning dizayni, ya'ni dizayn qismini qiladi. HTMLda bu yerda matn bo'lsin desak, misol uchun CSSda shu matn qizil rang bo'lsin yoki yashil rang bo'lsin. Tekst yoki sarlavha o'rtada tursin va orqasi, ya'ni backgroundi yashil bo'lsin, ko'k bo'lsin. Shularni deymiz, ya'ni tayyorlaymiz. Qani Visual Studio Code ochamiz. Men tayyor ochganman, o'shani kiraman. Do'stlar, bu yerda diqqat qilinglar. Biz birinchi o'rinda CSS uchun alohida fayl ochamiz. Ya'ni HTML ichida ham CSS kodni yozsa bo'ladi, lekin xunuk turadi. Ya'ni professional dasturchilar buni qilmaydi. Uning uchun alohida bitta fayl ochadi. Va bu faylga style CSS deb yozamiz. Endi HTML bilan CSS ni bir-biriga bog'lashimiz kerak. Bu bog'lash uchun bu head ichiga ko'rganlaringdek ichiga link yozamiz. Link yozsalaring chiqadi. Enter deb bosasizlar va bu yerga style CSS yozamiz. Yozsalaring ko'rganlaringdek chiqadi. Ustiga bosasizlar, hozir HTML bilan CSS ni biz bir-biriga bog'ladik. Endi birinchi kodimizni yozamiz. Masalan, bir sarlavha kod yozib ko'ramiz. Hozir kod yozaman, oxirida nima qilganimni tushuntiraman. Mening saytim deb yozdim. CSS qismiga o'tdim va H1 Endi men bu yerda nima qildim? HTML da ko'rganlaringdek sarlavha yozdim H1 ichiga. CSS da esa H1 selektorini ochdim. Shu orqali ranglar berdim va tekstni o'rtaga qo'ydim. Bu tekst align center nima degani? Matnni o'rtaga surish degani. Color blue, bu matnni ko'k rang qildi. Biz hozir nimaga H1 yozdik? Chunki biz H1 bu yoqqa biz sarlavha qo'ygandik. Xuddi shu sarlavhani CSS ochyapmiz, H1 qo'yapmiz. Endi chiqtisini ko'ramiz. Buni yangilayman. Ko'rganlaringdek mening saytim H1 da sarlavha yozdik HTML da va bunga rang berdik. Ko'k rang ko'rgan bo'lsalar. Va bu yerda text align center xato beribdi, ishlamabdi kod. Endi ishlaydi center. Qildik. Va ko'ringlar. Ko'rganlaringdek sarlavha o'rtaga o'tdi. Endi tasavvur qilinglar, bizda ikkita matn bor. Lekin biz faqat bittasini yashil qilmoqchimiz. Buning uchun biz class ishlatamiz. Hozir birinchi kodni yozaman, keyin oxirida tushuntiraman. Text nima yozardik? P tagida yozardik. P ichiga bitta class beramiz dedik. Class deylik, qanaqa rang bo'lsin? Yashil deylik. Yashil matn. Xohlagan klasslarini berishlaring mumkin. Ko'pchilik qisqa klasslar beradi, professionallar. Men sizlar tushuninglar deb yozdim. Yashil matn deb tekst yozyapmiz. Pastiga oddiy matn qo'yaman. Oddiy matn. E'tibor bergan bo'lsalaring, tepadagisiga klass berdik, pastdagisiga klass bermadik. Endi xuddi bularni o'chirib tashlaymiz eskisini. Endi xuddi shu yerga bu yerda yozgan klassimizni olamiz. Kopirovat qilamiz. E'tibor bergan bo'lsalaring, nuqta qo'ydim. Nimaga nuqta qo'ydim? Bundan oldingi H1 ga nuqta qo'ymadim, chunki bu Visual Studio editorida bor narsa. Ya'ni nuqta qo'ymasalaring taniydi. Lekin yashil matn degan so'z bo'lmaganligi uchun biz nuqta qo'yamiz, chunki bu bizning klassimiz, o'zimiz yaratgan klass. Ochamiz, bunga aytganimdek yashil matn. Color qilamiz green.
font weight yozamiz, buni bold qilamiz. Ya'ni matnni qalin qilamiz yozuvda. Endi hozir ko'rasizlar, tushunasizlar. Va ko'rganlaringdek. Birinchi p tagimizdagi yashil matn yozganmiz, klass berganmiz, rangi o'zgardi. Ikkinchisiga klass bermadik, css yozmadik, rangi oddiyligicha qoldi. Va bu e'tibor bergan bo'lsalaring, bu ozgina qalinroq. Endi HTML da eng ko'p ishlatiladigan tag bu div tagi. Bu shunchaki quti degani. Yani oddiy konteyner degani. Keling bitta quti yasab, uning ichiga matn qo'yamiz va qutini bezaymiz. Rang beramiz, font beramiz. Hozir ko'rasizlar. Birinchi xardamidek kodni yozib olamiz. Div ichiga class beramiz boyagindek va container deb yozamiz. Va ichiga h2 ni birinchi darsda tushuntirgandim. h1 katta sarlavhalar, h2 undan ozgina kichikroq sarlavha. Buni ichiga quti ichidagi sarlavha deb yozaylik. Uni tagiga bitta tekst qo'yaylik, qutining ichiga. Tekstni p deb qo'yardik. Bunga oddiygina lorem bersak ham bo'ladi. Lorem index.html ni o'zini tekst yozish uchun ishlatiladi. Ya'ni tayyor tekst beradi bizga. Bunga 10 qilsalaring 10 satrlik tekst beradi bizga. Endi xuddi shuni CSS da rang beramiz, dizayn qilamiz. Klassning nomi container deb to'g'rimi? Container. Container klassini ochdik. Va ichiga nima qo'ysak bo'ladi? Background color qilsak bo'ladi. Bu orqa rangni o'zgartirish. Background colorda sariq qilaylik, yellow. Keyin border qismini o'zgartiramiz. Yozaylik border 5 piksel beraylik. Va dasht red. Bu kod nima qiladi? Qizil uzun ramka beradi. Chiqqanini ko'rasizlar. Bitta padding beramiz. Buni ham tushuntiraman. 30 piksel qilaylik. Bu kod nima qiladi? Ichidagi matn, hozir biz quti qilyapmiz va ustida ramka bor. Bu padding kodi o'sha ramkani ichidagi tekstlarni o'rta tarafga qo'yadi. Ya'ni matn ichidagi devorga yopishib qolmasligi uchun yoziladi. Endi kodlarni boshidan tushuntiraman. Bitta nima qildik? Background color yellow qildik, ko'rganlaringdek. Qutining ichini sariq qiladi, backgroundni sariq qiladi. Border dash qizil uzun ramka beradi bizga. Padding matnning ichidagi devorga yopishib qolmasligi uchun masofa beradi. Hozir ko'rasizlar va tushunib olasizlar yaxshilab. Yangilaydik, ko'rganlaringdek. Bu padding qismi devorga yopishib qolmasligi uchun. Buni devor desak, bu border dash red qildik. Bu sariq rang, background red. Xohlasalaring rangini o'zgartirsak ham bo'ladi. Masalan, buni rangini black, qora qilsak bo'ladi. Qora qildik rangini. Ko'rganlaringdek. Yoki green, yashil qilsa bo'ladi. Shu voy tekst ko'rinmay qoldi. Green qildik. Endi men devorning rangini o'zgartirsa bo'ladi. Nima qilsak bo'ladi? Yellow qo'yaylik. Va ko'rganlaringdek sariq chiziqcha bo'lib qoldi. Do'stlar, dars oxiriga yetib keldik. Bugun biz sizlar bilan CSS bilan ishladik. CSS bilan sayt qanchalik o'zgarib ketdi, o'zlaring ko'rdilaring o'zlaring bilan. Biz hozirgina oddiy oq-qora sahifani rangli va tartibli saytga aylantirdik. Endi o'zlaring mashq qilaman desalaring, o'tgan darsda biz vizitka saytini ochdik. Bunga CSS qo'shing, font rangini o'zgartiring, ismingizni o'rtaga keltiring, boya yozganimiz text align center bilan qilsalaring bo'ladi. Rasmga ramka beringlar, image'ga ramka beringlar. Ramkani esa borderda qildik.
kim eng chiroyli dizayn qilsa lichkaga tashlab yuborsin yoki meni profilimga yozsalaring, ko'rib chiqamiz. Xato bo'lsa kommentariy yozasizlar, qaraymiz va yordam beraveraman. Hammaga rahmat.